doim yodda tuting, qaynona bahslashadigan inson emas. O'zingiznikini ma'qul deb bilsangiz agar mana bu yeringizda ushlang, u insonnikini eshiting va bu inson aytayotgani mana shu xonadonning qonuni. Bitta gapni sizga qaynonangiz shunaqa qiling dedimi, bir narsani aytdimi, ushlang. Mana bu yerdan kirib, bu yerdan chiqadigan bo'lsa va ikkinchi marta yana shu xatoni takrorlaydigan bo'lsangiz, sizga nisbatan shunchaki hurmati yo'qoladi bu insonni va meni gapimni shunchaki pisand qilmayapti yoki menga nisbatan nohurmatsizlik qilyapti yoki meni gapimni olmayapti kabi u ayolda ham sizga nisbatan qayerdadir ko'ngli g'ashlik paydo bo'ladi ko'nglida, sizga nisbatan o'sha ko'nglida xafagarchilik paydo bo'ladi. Bu esa yaxshi emas. Mana shunday vaziyatlarda ko'p payti oilalarda mayda-mayda ikir-chikir, kichkina muammochilardan juda ham katta muammolar yuzaga keladi.